Xohlasangiz men sizga qattiq shu yordam berishim mumkin. Hozir o'zi. Siz aktyor bassiz, to'g'rimi? Siz ham aktyor bas, bekorchi ham bassiz. Koreya Respublikasida vafot etgan Nozima qiz to'g'risida yangi ma'lumotlar chiqyapti. Ya'ni unga ko'ra Nozima qiz o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. Ushbu videoni ko'ring va o'zingiz ishonch hosil qiling. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bitta like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Men sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, immini mana shu Koreya ko'mak yoki bo'lmasam shunga o'xshagan kontent oladigan insonlar. Aqlinglar yetmaydigan ekan PRga nimaga PR qildinglar? PR menejer bo'lganim uchun men sizlarga tushuntiraman. PR qanday ishlanadi? Kimnidir nomiga juda katta tuhmatlar, ya'ni Avazbekka kelgan mana bunaqa 2021-yildagi yoki bo'lmasam Avazbekning xotinlari, Avazbek yosh bolaga suykaldi, Avazbek unaqa qildi, Avazbek bunaqa qildi, Avazbek o'ldirdi deyapsizlar. Qonundan olib qaraydigan bo'lsa, Avazbek o'ldirmagan bo'lib chiqadigan bo'lsa, sizlarni sudga beradigan bo'lsa, 10 aklatdan xolasi 30 ming aklatgacha qo'yishga aqli yetadi. Nima uchun? O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga muvofiq, ya'ni shantaj, terpilalik, ya'ni dalboyoblarga o'xshagan ishlar qilinadigan bo'lsa, odam 1 milliardgacha undirishi mumkin. Ya'ni mening erkinligimga ta'ziq o'tkazishdi deb. Endi qaranglar. Avazbek ustidan shtraf tushganda, ya'ni kim ayoli uni yozganda oldinroq qamalgan bo'lar edi. Lekin bular ayoli bilan bog'lanishyapti. Tasavvur qiling, sizni ayolingizga birov telefon qilyapti, erkaklar. Allo, brat, tigide. Shunaqa deyapti. Endi tasavvur qilinglar. Koreya ko'mak yoki bo'lmasam shunga o'xshagan ba'zi bir balabollar qilayotgan ishi esa bu bitta. Ehson yo'nalishini undan tortib olish. Ehson yo'nalishini tortib oladigan bo'lsa nima bo'ladi deydigan bo'lsalar, odamlardan pul olinadi, taq etib yeb ketadi. Ya'ni 30%, 40% pat usluga ishlaydi bular. Endi sizlar o'ylashinglar mumkin, ehson blogerlar astag'firulloh, Allohga tavakkal qildim deb aytadi deb o'ylashinglar mumkin. Bitta narsani unutmanglar, mamnu qo'l baravar emas. Undan tashqari ba'zi bir holatlarda men kuzatganman. Nechta odamni videosini yaxshilik qilish jamiyatiga men o'zim tashlaganman. Lekin ularning dokument hamma narsasini o'rganib chiqqanman. Endi qarang, ular ham daji 5% uslugaga ishlaydi. Tushunyapsizlarmi? Endi o'ylab ko'ringlar, bu yerda bo'layotgan pozitsiya nima? Pozitsiya bu yerda Nozimaning o'limi ularga qiziq emas. Nozimaning o'limi qiziq bo'lganda, naxoy bilet odamlardan pul so'rardi. Naxoy unaqa qilardi. Qo'pol qilib aytayapman, bilet, meni jahlim kelyapti, xolos, so'kinib, u menga so'kinishni aytmaylar. Men so'kinadigan bo'lsam, 38 varaqli daftar olsanglar ham to'ldirib so'kinib beraman. Tushunyapsizlarmi? Menga qiziq emas. U o'ldi. Omin joyi jannatda bo'lsin deyish o'rniga sizlar nima qildinglar? Uni ichganini, chakkanini, yurganini, erlarini, undan tashqari hali nikohda bo'lib birov bilan yashaganini ochiqlab berdinglar xalqqa. Yana qanaqa isbot kerak sizlarga? O'z joni bilan o'ldi nima edi-da, sizlar bor ani Shuhratmi, Shavkatmi, Sherzodmi o'shani ushladinglar deylik. Ushlaganinglar bilan u qamalar deylik. Lekin sizlar qizinglar nomini qora qildinglar, odamlar faqatgina bitta narsani o'ylaydi. Ona, faqatgina men sizdan boshidan beri so'rayapman. Qizingizni ruhi chirqiramasin deb so'rayapman. Menga kerak emas, ani ni dengi, ni pengi degan narsalaring. Ani meni temam ehson temadan uzoqda. Avazbek bilan meni tanishlik joyim yo'q. Prosta qizingizga achinganimdan gapirdim.